20-yanvar kuni 2026-yil soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida Iffat serialining 79-qismi namoyish etiladi va ushbu epizod tomoshabinlar uchun yana bir chuqur hissiy sinov bo'lishini va'da qiladi. Serial voqealari tobora murakkablashib, or, sadoqat va muhabbat tushunchalarining haqiqiy qiymatini ochib bermoqda. Bu qismda Kamron va Shirinning taqdiri yana kutilmagan zarbalar bilan to'qnash keladi. Ularning munosabatlari oson yo'l emas, balki mashaqqatli va og'riqli sinovlar orqali shakllanadi. Har bir qaror, har bir sukut ortida ichki kurash va yurakdagi iztirob seziladi. Bu esa hikoyani yanada ishonarli qiladi. Iffat, sadoqat va haqiqiy muhabbatning qanchalik mustahkam ekanini sinovlar orqali ko'rsatishda davom etmoqda. 79-qism aniq javoblardan ko'ra ko'proq savollarni o'rtaga tashlaydi, ammo aynan shu jihati bilan serial tomoshabinni chuqur o'yga to'ldiradi va qalbiga yetib boradi.